Bugun havo biroz sovuq. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilarimiz. Bugun havo biroz aynigan. Tashqariga chiqqanda albatta issiqroq kiyim olishni tavsiya qilamiz. Biz esa do'konimizga ertalabda kelishga tayyor qilib, yana doimgidek yangiliklarni to'ldirib olib chiqib qo'ydik. Xudo xolasa bemalol kelib o'zingizga yoqqan oyoq kiyimni tanlab olib ketsanglar bo'ladi. Kechagina izohlarimizda krossovkalarni ham ko'rsating deyishibdi. Klassik tuflilarni ko'rsatganda shunday o'tgan klassiklardan ham yangiliklar chiqqan mana bunaqa ukalar. Krossovka bugungi mavzuyimiz. Mana krossovkalarimizdan kechagina mana modellarimizdan chiqdi. Juda ham ko'pchilik qiziqish bildirganda o'tgan yil ham sotganmiz bu modeldan. O'ttalar mana setishni. Mana ichlari ham ponni naturalniy teri bo'ladi. Oddiy skechers-lardan farqi, buni albatta ichlari ham teri bo'lganligi sababli afzalligi bo'ladi. Chunki ichlari ham teriligi, qaranglar, oyoqda terilash va shunga o'xshagan kasalliklar keltirib chiqarmaydi. Bu ham yangi modellarimizdan. Mana bunaqa eng ommabop, eng ko'p sotiladigan modellarimizdan ham sotuvga chiqqan. Ko'rsanglar bo'ladi. Juda ham chiroyli, ixcham ishlangan. Mana nabukka nima deysizlar akalar? Nabuk bilasizlar, o'zi chiroyli turadi. Maza qilib, nozik-nozik joylarga ham kiyib borsanglar, juda ham zo'r kombinatsiya bo'ladi. Bu tomonda toduslarimiz kechagina chiqdi, bu ham todus. 39 dan 44 gacha, bunisi chamam bitta kamayibdi. Ko'rsanglar bo'ladi. Bu Yeva podoshda. Bu afzalligi Xitoy emas, bu o'zimizdan chiqqan, ichi mana terili bo'ladi. Bu ham oyoqda har xil terlash, shunga o'xshagan kasalliklar keltirib chiqarmaydi. Bu mana podoshlari yangilangan Totus modellar. Bu ham ichlari teri bo'ladi. Xudo xolasa bemalol 39 dan 44 gacha bo'lgan razmerlarni, bunisi 43 gacha ekan, topsanglar bo'ladi. Bundan tashqari, bu yoqda yana krossovkalarimizdan assortimentlar har xillardan bor. Bu tomonda ham krossovkalar bor. Bizda doimiy ravishda 39-razmerlarga chegirmalar bor. Chunki 39 razmer qo'limizda biroz ko'proq qoladi. Biz asosiy auditoriyamiz kattaroq razmerligi uchun 39 razmer ko'pincha saralanib qoladi. Shuning hisobiga 39 razmerni aksiya qilib qo'yamiz. O'zimga 39 razmeri tushmaganiga ba'zida afsuslanib ketaman. Chunki cho'tki, hattoki 550 ming, 600 ming sotilgan oyoq kiyimlar ham anchagina skidkada turadi 39 razmerlar. Xudo xolasa bemalol do'konimizga kelib, mana shunaqa sifatli, haqiqiy terili oyoq kiyimlarni olib maza qilib kiysanglar bo'ladi. Hammanglarni kutamiz. Amir So'z sizlarga doimo eng yaxshisini tavsiya qiladi. Salomat bo'ling.